شادم از غم بی آزادم شادم از غم بی آزادم دوستانم میگی میخندی در بیروی غم میبندی دوستانم میگی میخندی در بیروی غم میبندی شادم از غم بی آزادم شادم از غم بی آزادم دوستانم میگی میخندی در بیروی غم میبندی دوستانم میگی میخندی در بیروی غم میبندی
alay burchining irpon vavrsin qaysida burchining gavhar shahvavrsin qays xudna musib nafaytab tavrsin qays chamanzalning alay gullarsin söyleme sanam kimni sevar yavrsin alay yuz boy 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 shahlo yuz boy boy alay yuz boy 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 shirin so'z kalbari şahlı göz kalbari ala yüz boy 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 şahlı göz kalbari bir kecha aylanma mehru muhabbat ayam hamroh yo'lda siz Şusanna gülmeyi sağlama bulsa eğer mihman kamil maksud yarasın eyler bayan söyleme sana kimni sever yarsın ala yüz boy 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 şahı göz boy boy ala yüz boy 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 şırısa boy Ana göz boy 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 şahlı göz kalbari ana göz boy 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 şırınsız boy boy ana göz boy 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 ana göz kalbari ana göz boy 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 şırınsız boy boy adan küydürdün beni yadan kılıp yadan sürdürdün beni adan kılıp
Baxtimni toparman qiynoqlaringdan jonim yonar seni yo'g'roqlaringdan Baxtimni toparman qiynoqlaringdan jonim yonar seni yo'g'roqlaringdan ishqida kecharmidi o'ylama ketarmidi baribir o'tarman osmonlaringdan ishqida kecharmidi o'ylama ketarmidi baribir o'tarman osmonlaringdan ado qilib ado kuydirding mani gado qilib gado suydirding mani ado qilib ado kuydirding mani gado qilib gado suydirding mani Can sevgilim acıldın can ortanımda Derdimni senden başka aytaman kimga Can sevgilim acıldın can ortanımda Derdimni senden başka aytaman kimga Raqsı sanab kun sanab o'tmoqda umrim 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga Raqsı sanab kun sanab o'tmoqda umrim 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga Ko'nglimda taromat yo'q uzilgan gulday Yurakda otish to'zonli sochilgan kulday Ortda qolgan har kunim ezar ming yilday 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga Şumas ko'nglim yoridan ko'ksimdagi zulmatni zumdan aritar Didoringni shumas ko'nglim yoridan ko'ksimdagi zulmatni zumdan aritar Sensiz o'tgan bir kunim meni qaritar 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga Sensiz o'tgan bir kunim meni qaritar 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga Ko'nglimda taromat yo'q uzilgan gulday Yurakda otish to'zonli sochilgan kulday Ortda qolgan har kunim ezar ming yilday 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga Görüşmesen yavşan olamam 15 gün bo'ldi seni ko'rmaganimga Tezroq görüşmesen yavşan olamam 15 gün bo'ldi seni ko'rmaganimga 15 gün bo'ldi seni ko'rmaganimga Ko'nglimda taromat yo'q uzilgan gulday Yurakda otish to'zonli sochilgan kulday Ortda qolgan har kunim ezar ming yilday 15 gün bo'ldi seni ko'rmaganimga 15 gün bo'ldi seni ko'rmaganimga Yoldim şu kız elinden aman 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 Olar oldum derdingden aman 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 Aşk özme kıyışlar Uylab xiram etishlar Aşk özme kıyışlar Uylab xiram etishlar Naz ustuna naz etib Uylab xiram etishlar
elinden aman 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 ey. Olar oldum derdingden aman 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 ey. Aman 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 ey aman 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 ey. Aman 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 ey aman 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 ey. Hey 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 Köksüne başım koyup canında kalıp gider. Köksüne başım koyup canında kalıp gider. Rabbime perizadım yanında kalıp gider. Yanında kalıp gider. Rabbime perizadım yanında kalıp gider. Yanında kalıp gider. Yandım şu kız elinden aman 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 ey. Olar oldum derdinden aman 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 ey. Aman 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 ey aman 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 ey. Aman 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 ey aman 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 ey. Yandım şu kız elinden aman 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 ey. Olar oldum derdinden aman 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 ey. Aman 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 ey aman 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 ey. Aman 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 ey aman 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 ey. Aman 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 ey aman 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 ey. Aman 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 ey aman 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 ey. Özbegim güzelleri, hoşları, kalemleri. Özbegim güzelleri, hoşları, kalemleri. Yaganadır, durdanadır, çıray içira durdanadır. Onu görgen yigitler ey bir umurga devanadır. Oy bitmesin görüp kuyup kaldılar. Osmanlar koyuşadı, Atlasya yaraşadı. Osmanlar koyuşadı, Atlasya yaraşadı. Yengelega sirli bakım nazar bilan qarashadı. Uyan o'tib ismimga so'rashadi. Voy bittasini ko'rib kuyib qoldim.
Ala göz boy boy, ala göz gel var ha, ala göz gel var. Talablar gibi.
muhabbating o'tida ikkimizni yonganimiz boshqacha shu nashib lablarimiz bolidan xumor xumor qolganimiz boshqacha xumor xumor qolganimiz boshqacha xumor xumor qolganimiz boshqacha. Rahmat. Teşekkür. Salomat bo'linglar. Aziz san'atkorlar, bugun haqiqatan mana shu aziz xonadonni bir chiroyli quvonchi, shodligi cheksizki, chunki mana shunday kunlarga shukronalar keltirib, butun olam va odamni yaratgan Xudovand Karimga hamd va sanolar aytib, mana shunday farzandi uchun dasturxon yoygan aziz xonadonni ilohim mana shu dasturxonlara nasib bo'lsa borib, chiroyli shu jajji o'g'lon nikoh to'ylariga albatta ulansin. Man hozir hurmat va ehtirom bilan sinfdosh do'stlardan Murod aka Ne'matovni hurmat va ehtirom bilan mikrofonga chorlayman. Marhamat. Fazl akamizni sinfdoshlari Murod aka Ne'matov. Marhamat, tabrik, navbat sizdan. Avvalambor xush kelibsizlar. Sizlarga ham bugungi to'y muborak bo'lsin. Katta rahmat rais o. Xush kelding nurli kecha, yangi orzular, yangicha ruhiyat, yangi shijoat, billurdek jarangdor bugungi so'zlar, saodat tilaymiz omad. Dar haqiqat ham shunday. Omad tilagan holda mana bugun ajoyib inson, sinfdosh do'stimiz, qolaversa mana xolamiz Mavjudaxon, mana shularning nuri diydalari, Alisherjonning sunnati ekan, albatta o'zim nomidan, oila a'zolarim nomidan, mana shu yerda qatnasholmay turgan barcha shofirkonliklar nomidan Fayzlajonni, xolamiz Mavjuda xolani, Alisherjonni mana shunday ulug' ayyom to'y bilan muborakbod etamiz. Niyatimiz faqat bitta, mana shu barkamol avlod yilida Alisherjon barkamol inson bo'lsin. Fayzlajon, mana bugun siz boshqarib turgan Barlos kredit uyushmasi bugun xalqimizga xizmat qilayotgan ekan. Mana shu Alisherjonga niyat qilamiz, sizdek ajoyib uyushmalarni tashkil qilsin. Xalqimizga xizmat qiladigan, iqtisodini ko'taradigan ajoyib inson bo'lsin. Niyatim shunday. Uylanib mavziga solaman nazar. O'rningiz bosolmas, moli dunyo zar. Sevaman barchangiz shu borliq qadar. Siz bugun qaydasiz, sinfdoshlarim? Fig'onim ushbudan falakka yetkay. Nabiram, choponim etagin tutkay. Sizlarni sog'inib qalb hamon kutkay. Siz bugun qaydasiz, sinfdoshlarim? Biringiz otadir, biringiz ona. Sizlarni esam to'lar paymona. Ushbudan maktab biz uchun ostona. Siz bugun qaydasiz, sinfdoshlarim? Umrimiz o'tmoqda daryo misoli. Ne deb so'ramaymiz do'stning ahvoli. Gar unutsak sizdek do'stni urar uvoli. Siz bugun qaydasiz, sinfdoshlarim? So'z berganlaringiz uchun rahmat, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alisherjon o'sib ulg'aysin, xalqqa xizmat qilsin. Sog' bo'linglar. Teşekkür. Salomat bo'ling. Sinfdosh do'stlar, hammalaringiz bor bo'linglar. Albatta bir-birlaringiz nasib bo'lsa, bugun mana Alisherbekni sunnat to'yiga ishtirok etamiz. Bir-birlaringiz xonadoningizga farzandni uylantirganda ham chiroyli dasturxonlarga Alloh yetkazsin. To'ylar muborak bo'lsin va shu o'rinda men hozir tabrikka chorlaydigan aziz muhtaram mehmonimiz bugungi kunda albatta Buxoro viloyat Soliq kollejining sardori direktori aziz mehmonimiz Bahriddin Siddinovni hurmat va ehtirom bilan mikrofonga chorlayman. Bahriddin aka, o'sha chiroyli vodiycha tabrigi vodiycha albatta bir chiroyli o'sha ruschasiga pochak dedi, o'shalar bilan chiroyli qutlash uchun mikrofonga chorlaymiz va hamisha ijodiy ilmiy ishlaringizga rivojlar tilab, bugun sizga ham bugungi to'y muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Marhamat. Katta rahmat yo'ldosh aka. Mana avvalambor boya yaxshi fikrlar aytildi, yaxshi so'zlar aytildi. Shularning hammasiga qo'shilaman. Fayzl akamni men hurmat qilaman. Ilohim shu kishini yo'llarini bizga ham bersin deb niyat qilamiz doim ham oilamizda ham. Shu kishini oilasiga havas qilamiz. Farzandlari, qizlar, o'g'illar mana katta qilyaptilar. Shularning orqasidan bizning farzandlarimiz shunaqa yigitlar, qizlar bo'lsin deymiz. Boya mana rahbarlarimiz yaxshi insonlar, mana Toshkentdan tashrif buyurgan Alisher akam ajoyib fikrlarni aytdilar. Haqiqatda Buxoro avliyo joyida tug'ilishiz. Men vodiydanman. 17-18 yoshga kirib bizni niyat qiladi. Men Xudo xolasa pul topsam
bir oilani egasi bo'lsam Buxoroni ziyorat qilaman deb. Bu yerdagi insonlar shu yerda tug'ilyapti. Haqiqatda ham bir baxtni nima ekanligini boya Alisher akam aytdilar. Mana shu azavliyo joylarda rizqini yozgan mana shu ukamizni, mana shu o'g'limizni desak ham bo'ladi. Alisherjonni umrini uzoq qilsin. Mana shunaqa otasiga o'xshab el yurt otasini eng yaxshi kunlarini hammasini bersin. Shu yigitga el yurtga xizmat qiladigan, vataniga xizmat qiladigan bir ajoyib inson bo'lsin. Yaqinda mana juda katta nimalar bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz kelib, yoshlar farzandlarimiz to'g'risida juda chiroyli gaplarni gapirdi. Haqiqatda mana shu farzandlar chiqib, ana shu yurtboshimiz aytgan fikrlarni oqlasin. Men shuni tilayman xolos. Mana bugungi tilaklarni hammasiga qo'shilamiz. Fazil aka doim to'y tomosha bo'lsin. Endi Yo'ldosh akam 3-marta 3-to'yda qo'shiq so'rayapti, aytmasak bo'lmaydi. Mana shu hozirgi qo'shig'i aytamiz. Mana shu yerda ajoyib mehmonlarimiz bor. Toshkentdan Alisher akam, ajoyib mehmonlarimiz, ustozlarimiz, Qiyomdan akam, boshqa mehmonlar o'tirib. Bitta vodiycha qo'shiq bo'lsa bo'lsin. Lekin biz professional san'atkor emasmiz, uyda unda bunda nima qilib turamiz. Tabassum degan bir chiroyli qo'shiqni ijro etib beramiz. Hali qarsaklar bo'lsin endi. Toshkentdan kelgan ajoyib mehmonlarimiz, buxorolik mehmonlar, hamma mehmonlar uchun. Aba. Maydera ko'rsa g'aribim, masitib uxlat meni. Yo karam ayla balamli, uyqudan uyg'ot meni. Maydera ko'rsa g'aribim, masitib uxlat meni. Yo karam ayla balamli, uyqudan uyg'ot meni. Hamdami shavqing bo'lib, yig'larga odat qilmisham. Bir tabassum ayla jonim, kulgiga o'rgat meni. Bir tabassum ayla jonim, kulgiga o'rgat meni. Rahmat. Rahbaring ishqing yetaklab, g'am yo'liga dam-badam, qora soching gardanimga tashlabon boylab meni. Qora soching gardanimga tashlabon boylab meni. Yondi jismim, kuydi jismim. Yondi jismim, kuydi jismim, qolmadi hech toqatim. Jonga rahim etkil yo, tig'ing bilan ot meni. Amr etib ikki qaro jallodinga, ey nozanim, sahnai shavqingda tuproq ustida o'ynat meni. Sahnai shavqingda tuproq ustida o'ynat meni. Ayberib ko'sa g'aribin, masitib uxlat meni. Yo karam ayla balamli, uyqudan uyg'ot meni. Mayberib ko'sa g'aribin, masitib uxlat meni. Yo karam ayla balamli, uyqudan uyg'ot meni. Yo karam ayla balamli, uyqudan uyg'ot meni. Katta rahmat. Bir chiroyli qarsaklar bo'lsin endi. Muborak bo'lsin. Bardi Sadinich. Niyatlari ijobat bo'lsin va nasib bo'lsa niyat qilamizki, Bardin aka o'sha chiroyli nikoh to'ylariga ham qo'shiqni juf-juf aytishga keyin nasib bo'lsa davrani fayziga fayz olib berasiz. Bugungi to'y muborak bo'lsin. Demak, talablarga binoan Tanavor
Marhamat, demak hammani raqsga chorlab qolamiz. Guldiroz qarsaklar ostida albatta. Tanavorni vodiycha aytardik, endi Buxoroda buxorocha aytamiz. O'zim har joyda ko'nglim senda. Ajab yo'q. Alsara ko'rib gul yuzingni bog'da banda. Ajab yo'q. Yo subhan o'rab olay gul bilan Sumbilan yo sumbilan o'rab olay gul bilan Mani ko'nglim sen bilan voh sen ketarsan kim bilan Qaddamga gullar ochilsin Sen olmadim, kulmadim voy O'zim sevgan yor bilan Qaddamga gullar ochilsin O'zim har joyda ko'nglim senda Ajab Doktor Ahmet Alisher aka Man bu yerda o't yoqsam Farg'onada tutuni Man bu yerda o't yoqsam Andijonda tutuni Bu dunyoda bormikan yurak bag'rim tutuni Qadamingga gullar ochilsin O'zim har joyda ko'nglim sendan nuray Ajab ochilsin E'tiboringiz uchun, hurmatingiz uchun katta rahmat. Muzikalar minus, lekin ovoz plus. Bir chiroyli qarsaklaringiz muborak bo'lsin. Hozir. Marhamat san'atkorlar. Mardin aka, doim bor bo'ling. Xonadonda faqat to'ylar bo'lsin. Demak, o'tirish yo'q ekan. Usmon aka, marhamat, talab bo'lyapti. Usmon aka. Demak, o'sha o'zimizni joylarcha chiroyli qo'shiqlardan marhamat. Hammani raqsga chorlab qolamiz. Marhamat. Raqs davom etadi. Marhamat. Chama
باغ چمنی گل آمد یارم گل زیب سمرقند رو با بیر سارم گل زیب سمرقند رو با بیر سارم
Tashakkur. Salomat bo'linglar. Usmon aka, boshchilik bugun mana shu aziz san'atkorlarning hammalariga kuch-quvvat tilaymiz, omad yor bo'lsin. Va albatta bugun Fayza Salom chiqarsiz. Bugun mana shu aziz o'g'lonni albatta nasib bo'lsa har bir xonadon, har bir oila niyat qiladiki farzandim ulg'aysin, o'ssin, yurtga kerakli bo'lsin, ota-onaga mehrli bo'lsin, qavm qarindoshni hurmatini joyiga qo'yadigan yigitlar bo'lsin deb niyat qiladi. Bugun o'sha niyatlarning bir debochasi mana shunday bir ajoyib, chiroyli farzandni yoshlik to'yi, sunnat to'yiga yetkazganiga shukronlik bildirib dasturxon yoygan aziz xonadonga qayta
to'ylar muborak bo'lsin deymiz va shu o'rinda men hozir davrani boshlashdan beri chiroyli tabriklar ko'p bo'ldi. Mana shu tabriklarni hammasini mujassam qilgan holda men hozir aziz xonadonni yana bir bor mikrofonga yaqinroq kelishlari uchun iltimos qilib, ayniqsa bugun bibijonlardan birlari mana shu davrada ishtirok etibdilar. Malika aya hamda albatta Fayzlajonni juft halolari Mavjudaxon va Fayzlajonni o'zlaridan bir daqiqa mikrofonga yaqinroq kelishlarini iltimos qilamiz. Fayzla Salamich, yaqinroq keling endi. Chunki bugun o'sha chiroyli niyatlarni aytish va qancha ko'p aytsak shuncha oz. Mavjudaxon keling. Albatta Alisherjon bugun ertalabdan beri shu to'yga tarat qilib charchab uxlab qolgan. Lekin bugun o'sha chiroyli farzandni dunyoga keltirgan sizday aziz muhtarama ayol hamda aziz volida muhtarama bibijon Malika aya qanisiz? Keling. Malika aya, onaxon. Malika aya, bibijon qanisiz? Qani bir daqiqa. Yo'q, men u kishi gapirmaydilar, faqat biz gapiramiz. U kishi uchun bir chiroyli niyatlar bo'ladi, chunki men avvalambor Fayzla Salamich, o'tganlarning ruhi yor bo'lsin. Volida-yu muhtaramiz mana shunday chiroyli sizday farzandlarni dunyoga keltirgan ayani yotgan joylari jannatda bo'lsin. Hali alohida Alisher aka to'xtalib o'tdilar. Alisher Xudoyberdich, bugun haqiqatan ham yurtni farzandi har bir inson avvalambor niyat qiladi, farzandim sadoqatli bo'lsin, g'ururli bo'lsin, betakror bir o'sha mardlikka yuz tutsin deb niyat qiladi. Bugun niyatlar ijobat bo'lgan oqshom. Chunki bugun sizga ham ona, ya'ni kelin poshshaga ham volida muhtara bo'lgan aziz onajon Malika aya yu kelin poshsha Mavjudaxonga bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Shunday chiroyli yigitchani onasi aziz bibijon volida muhtarama albatta Alisherjon katta bo'lsin. Men nima demoqchiman? Bugun hali ana Usmon akamizni kutib turibmiz, chiroyli san'atlardan bahramand bo'lamiz deb. Hali davra tugadi degan gap emas. Davra endi boshlanadi. Fayzla Salamich, endi boshlanadi. Aziz onajonlar, borlaringizga shukr. Chunki oilada xonadonning bekasi, farishta yu sarishtasi hamisha sadoqat bilan oila beshigini, o'sha dunyo beshigini tebratganday tebratib, sadoqat u vafo, hayo, latofat, mehr va bobida tengi yo'q Buxoroning go'zal ayollarning qalbidagi pok niyatlar hamisha ijobat bo'lsin. Bugun kelin poshsha Mavjudaxon ham qalbida o'sha hayajon bilan turibdilarki, avvalambor ko'z tegmasin o'g'limga, katta bo'lsin, dadasidan ham o'tsin, tog'ayu amakilardan ham o'tsin deb niyat qilib turibsiz. Chunki ona otaga qarab ko'proq albatta hayajonda bo'ladi. U tug'ilgandan niyat qilinadiki, bugun mana bilaman 5 yoshga kirgan bo'lsalar, 5 yildan beri baribir ham kammi ko'pmi sandiqqa tashab qo'yapsiz nikoh to'ylariga yetkazsin deb. Ilohim nikoh to'yiga yetkazsin. Avvalambor yo'li bexatar bo'lsin. Buyuk pirlar ruhi yor bo'lsin. Onajonlar, volida muhtarmalar, farzandingga dedi tortiqdir joning, nonga to'lsin oq dasturxoning, pok niyatla kelsin mehmoning, boshing to'ydan chiqmasin Malika aya, boshing to'ydan chiqmasin Mavjudaxon. Dardlaringga dedi bo'lib darmoning, qalqon bo'lsin har bir posponing, yillar o'tib kuyov to'ra bo'lsin Alisherbek Fayzullavich o'g'loning, boshing to'ydan chiqmasin opam, boshing to'ydan chiqmasin onam. Ayollaring dedi mehr vafoli, har bir qizing ibo hayoli, to'ying o'tsin bir xush navoli, boshing to'ydan chiqmasin opam, boshing to'ydan chiqmasin akam deymiz. Bugungi to'y muborak bo'lsin. Aslida shoir o'sha Shofirkon tumanida Shofirkon tuprog'ini farzandi ustozimiz Samandar Vohidovning shunday bir chiroyli satrlari borki, ayol deydi, ayol insoniyat tojin bezatgan duru gavharsan, sadoqatdan saodat izlagan mohi munavvarsan, ibo senda, hayo senda, parilar pokligi senda, mehrda shamsu anbarsan, latofatda sumanbarsan deydi. Latofat, mehr, sadoqat kelinki barchasi mana shu farzandlarga qalbiga o'tib, yuragida jo'sh urib, yurtni faxri, yurtni g'ururi baland, albatta or nomusga tengi yo'q yigitlar bo'lsin. Alisher Navoiy yoshliklarda ko'chada yugurib yurganlarida bir inson kelibdiki,
bir kosa suv kim bolalardan kim beradi desa, ko'chada yugurib yurgan Alisher Navoiyning o'zlari yoshliklarda yugurib borib suvni keltirib bersalar, haligi inson suvdan qonib ichib, ey o'g'lim, nasl nasabingga xos mos yigit bo'lgin deganda, bobojonlari kelib Hazrat Navoiy savol berdilar, nasl nasab nima deganda, nasl nasab bu ota-onaga oldidagi burching va sulolaga xos bo'lishing, shu albatta naslni avaylab asrab sadoqat bilan yurtga xizmat qilishing degan ekanlar. Keling o'sha sadoqat, o'sha vafo, o'sha g'urur baland bo'lsinki, avvalambor yomon ko'zdan asrasin. Alloh bugun o'sha shukronalaringizga va hamd sanolaringizga mana shunday chiroyli dasturxonni hadya qilishni in'om etibdi, bundan ziyodasiga yetkazsin. To'ylar muborak bo'lsin. Mana hali aytdimki, onajon gapirmaydilar, men o'zim gapiraman dedim, lekin bir og'iz nabirajonim katta bo'lsin, nikoh to'ylarini ko'ray deb bitta so'zni ayting, keyin biz u yog'ini o'zimiz kelishtiramiz. Marhamat. Hay nabiram Alisherjon katta bo'lsin, nikoh to'ylarini ham ko'raylik. Hammamiz birgalikda. Balandana. Katta bo'lsin. Kelganlaringiz uchun rahmat, xush kelibsizlar. Guldiroz qarsaklar. Modaram mugut, modaram sarchashmayi, ilhomi korimanti. Tarbiyatgar, maslahatgar, g'ambarormanti. Gar padar boshad aziz, mehrut boz avlotar است, mehribon و نازپرور غم g'usormanti. Validay muhtarama g'am nabinit. Farzando kalon shavan. To'y nikohash va to'y farzandash barazonatki abiroyi chabiroyi quchoq otomekda bo'yashban serchida gavoroshan jumondan va xudovandi karim sunat. To'yim borashat. Endi albatta hali yoshlar, hali Fayzjon aytdilarki, hali bizga gapirishga hali vaqtli. Nasib bo'lsa niyat qilamizki, ota-ona bo'lib Alisherjon nikoh to'ylariga o'sha so'zlarni sizlardan olish nasib qilgan bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Bibijon, validay muhtarama, davrani o'rtasiga borasiz. Majdaxon o'zizam borasiz. Sizni hali mehmonlarga qarab turib o'ynaganimiz ham ko'rganimiz yo'q. Fayzjon o'ziz ham qo'shilasiz endi. Mana sinfdoshlar, Rasul aka o'ziz ham, demak onajonning nomiga qo'llarini ko'tarsinlar, ana endi Usmon aka qo'shiq aytadilar. O'sha jonon bo'lamanmi, ayrilmasinmi, qaysi qo'shiq bo'lmasin qat'iy nazar. Demak, oila uchun bitta chiroyli qarsaklar, ko'z tegmasin, yomon ko'zdan asrasin, to'ylar muborak bo'lsin. Usmon aka uchun bitta she'rim bor, shuni aytmayman. Eshitmoq istaymiz shunday qo'shiqni. Sizdan Usmon aka o'rgansinlar san'at ishini, hech qachon aytmagan qo'shig'ingizni. Chaling sozingizni yonib pardasi, jo'shqin muhabbatni tarannum etsin. Siz yurgan bog'larning shoni shuhrati mayliga dillarga o'tsin. Rahmat ko'ysin Usmon aka. Rasul aka davra eski kerak emas ekan-ku. Bitta qarsaklar bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Demak, onajon, marhamat, yaqinroq boring, nomiga qo'l ko'tarsangiz bo'ldi. Onalar sharafiga bir chiroyli qarsaklar bo'lsin. Navbat Usmon akamizga haqiqatan ham betakror ovoz sohibi, betakror qo'shiqlar ustasi, ajoyib bastakor akaxonimiz Usmon aka Inoyatov, ajoyib Sulolon farzandi, Shofirkonni o'zbekning faxri. Marhamat. Qo'shig'imiz onajonlar haqida payvasta bo'lsin. Yuzga kirsinlar onaxonimiz. Onajon, gardi poyingni ko'zimga tut yo aynay. Onajon, gardi poyingni ko'zimga tut yo aynay. Ko'zim nuri tushib qolgach, naki bor ko'zga jo aynay. Ko'zim nuri tushib qolgach, naki bor ko'zga jo aynay.
Ko'zimni surtayin tutgan o'yingni har yog'iga ko'zimni surtayin tutgan o'yingni har yog'iga o'payoz tonalaringni barini nur ziyo ayla Payoz tonalaringning barini nur ziyo ayla Yana sen mehribon etding qadamda do'st yor ortding sadoqatli do'stlarni umrga marhabo aylay yana sen mehribon etding qadamda do'st yor ortding sadoqatli do'stlarni umrga marhabo ayla sadoqatli do'stlarni umrga marhabo ayla Onajon rozi bo'l sabri jigar bandi hayotidan tirikman tona elga tanu jonni fido aylay Onajon rozi bo'l sabri jigar bandi hayotidan Tirikman tona yerga tanu jonni fido aylay Tirikman tona yerga tanu jonni fido aylay Onajon gardi poyingni ko'zimga to'tiyoq ayla 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 talablaringizga muvofiq munojot
sadog'ing mana lahzanaq zana chiqdim chiqdim yuragga intizor keldi joy ovsimdayim o'lishib xibat kelmadi jonim mana yılladım bir mağaray sadağlayım bana kimse var mı kime kül yanda külgün kelmedi garibim bana Tağıl bir sadık tapilmez Yılga kim koydu kadem Ay sen ko'rasiz. Yo'q, aytmasa bo'y. Meni bir yonga turinglar, bir mayli olsin. Mayli shu Alisher Jonning ustunida deymiz. Xalqqa xizmat qilgan ajoyib inson bo'lsin. Mana otasidek faqat xalqiga, xalqning iqtisodini ko'taradigan ajoyib inson bo'lsin. Mana shu nasib etgan bo'lsa shu kimlik to'ylariga yetkazsin. Fayzullojon, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Mayli akani. Mayli. Yo. Ya ne kadar var? İki saat. davramizda Fayz Sadamich yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Ilohim mana shu chiroyli to'yni katta o'sha borib chiroyli yigitimiz katta bo'lganda nikoh to'ylariga ulansinki, avvalambor bugungi to'yga ko'z tegmasin. Albatta bugun butun olamni odamni yaratgan Xudovand karimga shukronalar keltirib, chin dildan
qalbingizdan niyat qilib shu farzandim katta bo'lsin deb mana shunday shukrona dasturxon yozdingiz. Ilohim bu shukrona dasturxonlar yana nasib bo'lsa yigitchani diplom to'ylariga, hunar to'ylariga, kelinki o'sha chiroyli mo'ljal to'ylar, nikoh to'ylariga borib ulansin. Avvalambor shu xonadonga qanchaga yaxshi niyatlar bo'lsa hammasi ijobat bo'lsin. Do'stlarning aytgan tilaklari hammasi ilohim xonadonga nur bo'lib yog'ilsin. Bugungi to'y bilan muborakbod etamiz. Har bir dasturxonni bir chiroyli bismillah bilan boshlaganda taom haqqi, noz ne'mat haqqi, kelinki aziz non haqqi bir chiroyli shukrona ijobat qilishimiz kerak. Bu davrada ketinglar degan gap emas, faqatgina bir chiroyli dasturxon uchun shukrona. To'ylar muborak bo'lsin. Abagulnoz sizga ham rahmat. Tashakkur. Bugun davrani fayziga ko'p fayz qo'shdingiz. Tashakkur. Salomat bo'ling. Avvalambor borlaringizga shukr. To'ylar muborak bo'lsin. Ilohim yomon ko'zdan asrasin mana shu Shahnozoboni restoranning tashkilotchilariga, ofisantlarga, bugun san'atkorimiz haqiqatan ham xalq sevgan san'atkor, butun respublikada o'zining nomi bor, so'zi bor, o'rni bor inson Usmon aka Inoyatov mana shu shogirdlarimiz bilan, mana shu akalarimiz bilan, hammalar bilan doimo xonadonimizda to'ylar bo'lsin. Albatta yo'llaringiz bexatar bo'lsin, chunki san'atkor u yoqdan bu yoqqa yuradi, faqat oq yo'l bergan bo'lsin. Hali nabirajonlar uchun alohida haq berasiz nasib bo'lsa. Nabirachalar uchun. Usmon aka qo'sha nabira ko'rdilar, o'sha to'ylar nasib bo'lsa yana birga boraylik. Fazdaki bir daqiqa endi kelasiz, video ta'sirga oladilar bir daqiqa. Chunki mana shu davraning boshlanishida otaxon, padar buzrukvor sizni dunyoga keltirgan insonni bir chiroyli niyatlari bilan, albatta Rasul akaning niyatlari bilan Alisher Xudoyberdichni chiroyli niyatlar bilan davrani boshladik. Endi agar ijozat bersangiz, faqat ketish yo'q, faqatgina dasturxon haqqi. Mana video tasmalarga yozibdilar. Agar ijozat bersangiz, demak, men bugun xonadonimizga qayta havas bilan aytamizki, ilohim, mana farzand to'ylarini qilganmiz, ilohim farzandlarimiz nikoh to'ylariga yetkazsin deb hamma niyat qilyaptiki, hamma ham mana shunday chiroyli to'ylar bersin deb niyat qilyapti, o'sha niyatlarga erishsinlar. Avvalambor shukronalar keltirib, yaratganga behisob shukronalar keltirib, hamd va sanolar aytib, in'om qilgan o'zbekni mana shu to'yini keti uzilmasin, to'yga ulansin. O'sha uchun aytadiki, ming bor shukr deydi. Ming bor shukr ko'kka yetar bo'ylarimiz. Har kun to'yga ulanmoqda to'ylarimiz tirik jonni rizqin berar. Qodir Xudo elga tinchlik so'rar duo bo'ylarimiz. Ne'matlarning eng yaxshi halovatdir. Gar nolsak bu Xudoga malomatdir. Haqiqatan ham butun olam va odamni yaratgan Xudovand deganimga shukrona keltirib, bugun siz sidqi dildan farzandni to'yini o'tkazsangiz, ilohim nikoh to'ylariga yetkazsin deb qo'limizni duoga ochamiz. Ilohi amin deymiz. Ilohi amin shu yigitcha katta bo'lsin. Maktabga borib, maktabni oliy tugatib, nasib bo'lsa hunarlarga, ilmlarga tengi yo'q, nasib bo'lsa otasidan ham o'tadigan inson bo'lsinki, hali Alisher Xudoyberdich aytganlaridek o'zlariga o'xshagan inson bo'lsin, u kishidan ham o'tsin niyat qilamiz. Nasib bo'lsa yurtni emas, butun dunyoga yuzlangan o'sha Shofirkonga xos, Buxoroga mos, o'zbekni kelajagini yaratgan bir chiroyli o'g'il bo'lsinki, unga hamma qarab havas qilsin. Yomon ko'zdan asrasin, nikoh to'ylariga Allohning o'zi zamonida hammamiz yetkazsin-da, bundan ham chiroyli to'ylarga guvoh bo'laylik. Amin. Allohu akbar. To'ylar muborak bo'lsin. Tashakkur. Hammalaringizga xush kelibsizlar deymiz. Usmon aka sizlarga manog'da minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat hammalaringizga. Gül havuz,
Şiş ayrılır
Saçlarım kırk öpme canım benim. Kurbanım olsa benim, bitme canım benim, bitme canım benim. Yar sizge yetmedi, ahır alınmadı. Yerkeden öplerken, öpme canım benim, öpme canım benim. Fazla gap yok, çıkar mı tüy Yok. Такси ждут, ничего, машин полно.